Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Davlat yordami bo'yicha yangi tafsilotlar. Kimlar bundan foydalanishi mumkin? Kimlar e'tiborsiz qoldirsa puldan? İmtiyozdan yoki kompensatsiyadan ayrılıp qolishi mumkin. Bu mavzu faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda pensioner o'zi bu ma'lumotni eshitmaydi, hujjat topshirishni bilmaydi yoki menga baribir tegmaydi deb o'ylab haqini olmay qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda keraksiz gaplarsiz kim nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p yordam turlari bo'yicha pensionerlar alohida ariza berishi, mahallaga borishi, bir nechta idoradan ma'lumotnoma yig'ishi, bank hisob raqamini ochishi yoki eski hujjatlarini qayta tekshirish kerak bo'lardi. Natijada yordam haqqi bor odam ham ko'pincha undan foydalana olmasdi. Sababi oddiy, tartib murakkab, ma'lumot yetarli emas, ayrim hujjatlar eskirgan, ayrim joylarda esa odamga sizga tegmaydi deb noto'g'ri tushuntirish berilgan. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat yordami ko'proq ma'lumotlar bazalari orqali aniqlanmoqda. Ya'ni pensiya, nogironlik, yolg'iz yashash holati, kam ta'minlanganlik, kommunal to'lovlar, uy-joy sharoiti, parvarishga muhtojlik kabi ma'lumotlar turli tizimlarda tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan birga xavfli tomoni ham bor. Yaxshi tomoni ayrim yordamlar avtomatik tarzda berilishi yoki hujjat kamroq talab qilinishi mumkin. Xavfli tomoni: agar sizning ma'lumotingiz bazada noto'g'ri bo'lsa, masalan yashash manzilingiz eski bo'lsa, oilaviy holatingiz yangilanmagan bo'lsa, bank hisobingiz faol bo'lmasa, siz yordam ro'yxatiga tushmay qolishingiz mumkin. Men pensionerlar va ularning yaqinlariga doim bir narsani aytaman. Bugungi kunda yordam olish uchun faqat huquqingiz bo'lishi yetmaydi. Ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinishi ham shart. Chunki tizim sizni hujjatdagi va bazadagi holatingizga qarab baholaydi. Siz aslida yolg'iz yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ro'yxatda farzandingiz siz bilan bir manzilda turgan bo'lsa, tizim sizni yolg'iz deb ko'rmasligi mumkin. Siz aslida kam daromadli bo'lishingiz mumkin. Lekin eski ma'lumotda nomingizda ishlatilmayotgan transport vositasi yoki boshqa mulk turgan bo'lsa, yordam masalasi cho'zilishi mumkin. Birinchi muhim jihat: barcha pensionerlar bir xil yordam olmaydi. Pensiya yoshiga yetganlikning o'zi ayrim imtiyozlar uchun yetarli bo'lishi mumkin. Lekin boshqa yordamlar uchun qo'shimcha mezonlar bor. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensioner, nogironligi bo'lgan pensioner, boquvchisini yo'qotgan shaxs, urush yoki mehnat faxriysi, kam ta'minlangan oilada yashovchi pensioner, parvarishga muhtoj keksalar, ijara yoki kommunal to'lov yuklamasi og'ir bo'lganlar alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi muhim jihat: yordam faqat pul ko'rinishida bo'lmasligi mumkin. Ko'pchilik davlat yordam desa, faqat naqd pul yoki kartaga tushadigan mablag'ni tasavvur qiladi. Aslida yordamning shakllari ko'p. Kommunal xizmatlar bo'yicha kompensatsiya, dori-darmon yoki tibbiy ko'rik bo'yicha yengillik, sanatoriy yo'llanmasi, oziq-ovqat yoki kundalik ehtiyojlar paketi, ijtimoiy xodim xizmati, uyda parvarish, nogironlik vositalari, uy-joy sharoitini yaxshilashga ko'mak, bank xizmatlari bo'yicha qulaylik. Ayrim to'lovlardan ozod qilish yoki navbatsiz xizmat ko'rsatish. Uchinchi jihat: yordamni olish vaqti ham muhim. Ba'zi yordamlar yil davomida doimiy ko'rib chiqiladi, ba'zilar mavsumiy bo'ladi. Masalan, isitish mavsumi oldidan kommunal xarajatlar oshadi. Shu paytda ayrim hududlarda kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaatlar ko'payadi. Bayramlar arafasida ham alohida yordamlar bo'lishi mumkin. Tibbiy yo'llanmalar esa ko'pincha navbat, salomatlik holati va mavjud kvotalarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun keyin boraman degan fikr ba'zan odamni navbatdan, muddatdan yoki imkoniyatdan chiqarib qo'yadi. Endi real vaziyatlarni olaylik. Masalan, 2 yoshli opa 1 million 200 ming so'm pensiya oladi, yolg'iz yashaydi, qishda gaz va elektr uchun jami 420 ming so'mgacha to'laydi. Agar uning manzili, oilaviy holati va yolg'iz yashashi mahalla yoki tegishli tizimlarda to'g'ri aks etgan bo'lsa, u kommunal xarajatlar bo'yicha yordam yoki boshqa ijtimoiy ko'makka nomzod bo'lishi mumkin. Lekin ro'yxatda nevarasi ham shu uyda turibdi deb ko'rsatilgan bo'lsa, tizim bu inson yolg'iz emas deb baholashi mumkin. Nevara aslida boshqa shaharda ishlayotgan bo'lsa ham, ro'yxatdagi ma'lumot yangilanmagani yordamga ta'sir qiladi.
Yana bir misol. 68 yoshli amaki pensiya oladi, lekin insultdan keyin yurish qiyinlashgan. U doriga oyga 300 ming so'm. Tekshiruvlarga esa vaqti bilan yana 200 ming so'm sarflaydi. Uning oilasi faqat pensiya bor, boshqa yordam yo'q deb o'ylaydi. Aslida bunday holatda tibbiy ijtimoiy ko'mak, ijtimoiy xodim xizmati, nogironlik holatini qayta ko'rib chiqish, reabilitatsiya vositalari yoki tibbiy yo'llanma masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu yerda eng katta xato kasallik bor, lekin hujjat yo'q. Shifokor ko'rigi, tashxis davolanish varaqalari. Tavsiyalar: nogironlik komissiyasi xulosasi yoki reabilitatsiya dasturi bo'lmasa, yordamni asoslash qiyin bo'ladi. 3-misol. 75 yoshli buva o'g'li bilan bir uyda ro'yxatda turadi, lekin o'g'li chet elda. Buva amalda yolg'iz. Pensiyasi 20 million 500 ming so'm, uy eski, tomdan suv o'tadi. Agar u faqat o'g'lim bor deb jim tursa, yordam masalasi ko'tarilmaydi. Lekin amaldagi holatni mahalla, ijtimoiy xizmat va tegishli idoralarga tushuntirsa, yashash sharoiti bo'yicha dalolatnoma tuzilsa, ehtiyoj darajasi baholanib turilsa, unga ijtimoiy yordam, ta'mirlashga ko'mak yoki boshqa shakldagi yordam ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda bitta muhim narsani aytaman. Farzandim bor degani har doim menga yordam tegmaydi degani emas. Farzandning real yordami, yashash joyi, daromadi va pensionerning haqiqiy ahvoli alohida baholanadi. Eng avvalo, yolg'iz yashaydigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ular ko'pincha yordamga eng muhtoj qatlam bo'ladi, lekin aynan ular hujjat yig'ishda qiynaladi. Agar odamning telefoni yo'q, internetdan foydalanmaydi, mahallaga borishga kuchi yetmaydi, bank kartasini ishlatishni bilmaydi, unda u huquqiga ega bo'lgan yordamdan ham chetda qolishi mumkin. Bunday paytda farzandlar va qo'shnilar befarq bo'lmasligi kerak. Ikkinchi guruh: sog'lig'i yomonlashgan, lekin nogironlik yoki parvarishga muhtojlik holati rasmiylashtirilmagan pensionerlar. Men ko'p uchratadigan xato shuki, odam bir necha yil kasal bo'lib yuradi, uyda yotib qoladi. Lekin hujjatda u oddiy pensioner. Davlat tizimi esa og'zaki gapga emas, rasmiy xulosaga qaraydi. Shuning uchun tibbiy hujjatlarni tartibga keltirish nihoyatda muhim. 3-guruh manzili: oilaviy tarkibi yoki bank ma'lumotlari o'zgarganlar. Masalan, pensioner boshqa farzandinikiga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxat eski uyda qolgan, yoki bank kartasi muddati tugagan, lekin yangisi ochilmagan, yoki pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin ayrim joylarda eski raqam turibdi. Bunday mayda ko'ringan narsalar yordam pulining kechikishiga, rad etilishiga yoki qayta tekshiruvga sabab bo'ladi. 4-guruh: kam pensiya oladigan, lekin rasmiy ravishda kam ta'minlangan deb tan olinmaganlar. Ko'pchilik mening pensiyam kam, demak yordam avtomatik keladi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Ayrim yordamlar uchun oilaning umumiy daromadi, birga yashovchilar soni, mulk holati, xarajatlar, ehtiyoj darajasi va boshqa mezonlar ko'riladi. Demak, faqat pensiya miqdori emas, butun ijtimoiy holat muhim. Agar pensionerning hujjatlari to'liq bo'lsa, manzili to'g'ri bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, pensiyasi muntazam tushayotgan bo'lsa, oilaviy tarkibi aniq bo'lsa va u allaqachon kerakli imtiyozlardan foydalanayotgan bo'lsa, keskin xavotirga tushishga hojat yo'q. Lekin bu ham tekshirmaslik mumkin degani emas. Men bunday insonlarga ham kamida yiliga bir marta ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Agar pensioner farzandlari bilan yashasa, doimiy parvarish va moddiy yordam olayotgan bo'lsa, daromad yetarli bo'lsa, albatta ayrim ehtiyojga bog'liq yordamlar unga berilmasligi mumkin. Bu normal holat. Davlat yordami avvalo ehtiyoji yuqori bo'lganlarga yo'naltiriladi. Lekin bu insonlar ham tibbiy, yoshga doir yoki umumiy imtiyozlarni tekshirish kerak. Chunki yordamning hammasi kambag'allikka bog'liq emas. Endi eng ko'p tushunmovchilik chiqadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta: ro'yxatda birga turish va amalda birga yashash bir xil narsa emas. Lekin tizim ko'pincha rasmiy ro'yxatga qaraydi. Agar farzand, kelin, nevara yoki boshqa qarindosh ro'yxatda bo'lsa, yordam masalasida savol tug'ilishi mumkin. Buni hal qilish uchun amaldagi holatni tasdiqlovchi dalolatnoma, tushuntirish xati, boshqa manzilda yashashni ko'rsatuvchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik nuqta: mulk borligi doim yordamdan mahrum qiladi degani emas, lekin ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner nomida eski uy bor, lekin u uy yashashga yaroqsiz yoki nizoli bo'lishi mumkin. Yoki nomida eski avtomobil bor, lekin mashina ishlamaydi. Tizim buni mulk deb ko'rishi mumkin.
Shuning uchun bunday holatda izoh va tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar mashina sotilgan, lekin rasmiy o'tkazilmagan bo'lsa, bu ham muammo keltiradi. 3-nozik nuqta. Yordam olish uchun birovga pul berish kerak emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Davlat yordami, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya yoki imtiyoz masalasida kimdir tezlashtirib beraman, ro'yxatga kiritaman. Falon so'm bersangiz hal bo'ladi desa, juda ehtiyot bo'ling. Rasmiy idoraga murojaat qiling. Arizangizni ro'yxatdan o'tkazing. Javobni yozma shaklda oling. Og'zaki va'daga ishonib pul berish eng katta xatolardan biri. 4-nozik nuqta. Yordam rad etilsa, bu oxirgi qaror degani emas. Agar siz rad javobi olsangiz, sababni so'rang. Sabab ma'lumot yetarli emas. Daromad mezonga to'g'ri kelmaydi. Hujjat noto'liq. Oilaviy tarkib aniqlanmadi kabi bo'lishi mumkin. Har bir sababning yechimi bor. Hujjat yetarli bo'lmasa to'ldirasiz. Ma'lumot noto'g'ri bo'lsa tuzattirasiz. Holat o'zgargan bo'lsa qayta murojaat qilasiz. Eng muhimi, rad javobini eshitib butunlay voz kechmang. 5-nozik nuqta, pensionerning nomidan murojaat qilish tartibi. Agar keksa insonning o'zi bora olmasa, yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Ayniqsa bank, tibbiy komissiya, ijtimoiy xizmatlar va rasmiy arizalarda bu muhim. Men o'g'liman yoki men qiziman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot. Bank kartasi yoki hisob raqami, yashash manzili bo'yicha hujjat. Oilaviy tarkibga oid ma'lumot. Tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa tegishli xulosa, kommunal to'lov kvitansiyalari. Daromad va xarajatlarni ko'rsatuvchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, manzil va oilaviy tarkibni tekshiring. Pensioner qayerda ro'yxatda turibdi, amalda qayerda yashayapti, ro'yxatda yana kimlar bor? Ular amalda shu uyda yashaydimi yoki yo'qmi? Shularni aniqlang. Agar ro'yxatdagi ma'lumot real hayotga mos kelmasa, bu masalani mahalla. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki tegishli idoralar orqali tartibga solish kerak. 3-qadam, mahallaga yoki ijtimoiy xizmat organiga murojaat qiling. Murojaatda shunchaki yordam bering deb yozish yetarli emas. Men quyidagicha yozishni tavsiya qilaman. Men pensiya yoshidagi fuqaro sifatida yashash sharoitim, daromadim, sog'lig'im va kommunal xarajatlarim og'irligi sababli davlat ijtimoiy yordami, kompensatsiya, parvarish xizmati yoki mavjud imtiyozlar bo'yicha holatimni o'rganib chiqishingizni so'rayman. Agar aniq yordam turini bilsangiz, uni ham yozing. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya, ijtimoiy xodim, tibbiy ijtimoiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi. 4-qadam, arizani ro'yxatdan o'tkazing. Bu juda muhim. Og'zaki murojaat qilganda javob ham og'zaki bo'lib qoladi. Ariza yozma yoki elektron shaklda topshirilsa, uning raqami, sanasi va javob muddati bo'ladi. Keyin siz men murojaat qilgan edim deb aniq isbotlay olasiz. Agar idorada arizani olishmasa, yuguri tashkilotga yoki yagona murojaat kanallari orqali yozish mumkin. 5-qadam, tibbiy holatni rasmiylashtiring. Agar pensioner yurishda qiynalsa, eshitish yoki ko'rish qobiliyati pasaygan bo'lsa, doimiy dori ichsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, oilaviy shifokorga murojaat qiling. Tashxislar, tekshiruvlar, davolanishlar va tavsiyalar hujjatda aks etsin. Keyin zarur bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza yoki tegishli komissiya masalasi ko'tariladi. Bu jarayon vaqt oladi, lekin keyingi yordamlar uchun asos bo'ladi. 6-qadam, bank kartasini tekshiring. Juda ko'p hollarda pul kechikishi yoki tushmasligi kartaning muddati tugagani, hisob bloklangani, karta yo'qolgani yoki bank ma'lumotlari yangilanmagani bilan bog'liq bo'ladi. Pensionerning kartasi faolmi? SMS xabarnoma ishlaydimi? PIN kod xavfsizmi? Karta boshqa odam qo'lida emasmi? Shularni tekshiring. Hech qachon kartani va PIN kodni begonalarga bermang. 7-qadam, kommunal xarajatlarni saqlab boring. Gaz, elektr, suv, issiqlik chiqindi, uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiyalarni tashlab yubormang. Agar pensioner daromadining katta qismi kommunal to'lovlarga ketayotgan bo'lsa, bu ehtiyojni ko'rsatishda yordam beradi. Masalan, pensiya 1.300.000 so'm, qish oyida kommunal to'lov 500.000 so'm bo'lsa, daromadning katta qismi asosiy xizmatlarga ketayotgani ko'rinadi. 8-qadam, javobni kutib o'tirmang, nazorat qiling.
ariza topshirilgandan keyin o'zlari chaqiradi deb bir oy kutish ba'zan vaqt yo'qotadi. Murojaat raqamini yozib oling, belgilangan muddatda javob bo'lmasa, qayta so'rang. Agar tekshiruv uchun uyga kelish kerak bo'lsa, vaqtini kelishib oling. Agar dalolatnoma tuzilsa, unda real holat to'g'ri yozilganini tekshiring. 9-qadam rad javobini tahlil qiling. Agar sizga tegmaydi deysa, sababini yozma so'rang. Qaysi mezon bo'yicha tegmaydi? Daromadmi? Ro'yxatdagi odamlar sonimi? Mulkmi? Hujjat yetishmasligi? Sog'liq bo'yicha xulosa yo'qligi? Sabab aniq bo'lsa, keyingi harakat ham aniq bo'ladi. Men ko'p vaziyatlarda odamlar faqat bitta yetishmagan, hujjat sabab yordamdan qolib ketganini ko'rganman. 10-qadam, yaqinlaringizni xabardor qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, farzandlaringizga hujjatlaringiz qayerda turgani, qaysi bankdan pensiya olishingizni, qanday dori ichishingizni, qaysi shifokorga qatnashishingizni aytib qo'ying. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, oyga bir marta ota-onangizning nafaqat salomatligini, balki hujjat, karta, kommunal to'lov va ijtimoiy yordam masalalarini ham tekshiring. Birinchi xato menga baribir tegmaydi deb oldindan voz kechish. Sizga aniq tegadimi yoki yo'qmi? Buni faqat tekshiruv va mezonlar ko'rsatadi. Odam o'zi taxmin qilib murojaat qilmasa, hech qanday imkoniyat ochilmaydi. Ikkinchi xato hamma gapni telefonda hal qilishga urinish. Telefon orqali umumiy ma'lumot olish mumkin, lekin rasmiy yordam uchun ko'pincha ariza, hujjat va ro'yxatga olish kerak bo'ladi. Shuning uchun telefon suhbati bilan cheklanib qolmang. Uchinchi xato hujjatlarni eskicha saqlash. Pasport almashgan, familiya o'zgargan, manzil o'zgargan, lekin eski ma'lumotlar qolgan bo'lsa, muammo chiqadi. Hujjatlarda bir xil ism, tug'ilgan sana, manzil va raqamlar bo'lishi kerak. 4-xato. Dori xarajatlarini isbotlamaslik. Ko'pchilik dorini bozordan yoki dorixonadan oladi, lekin chek saqlamaydi. Agar sog'liq xarajati og'irligini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, imkon qadar chek, retsept, shifokor tavsiyasi va tekshiruv natijalarini saqlang. 5-xato, yordamni faqat pul deb tushunish. Ba'zan pensionerga kartaga pul tushmasligi mumkin, lekin unga ijtimoiy xodim, tibbiy ko'rik, reabilitatsiya vositasi, oziq-ovqat yordami yoki sanatoriy yo'llanmasi kerak bo'ladi. Har bir yordam shaklini alohida so'rab ko'rish kerak. Hozir ko'p jarayonlar raqamlashtirilmoqda, ma'lumotlar avtomatik solishtirilmoqda. Yordamlar manzili bo'lib bormoqda. Bu adolatli tizim yaratishga yordam beradi. Lekin faqat ma'lumot to'g'ri, hujjati tartibli va murojaati rasmiy bo'lgan odamlar bundan to'liq foyda ko'radi. Agar pensionerning real ahvoli og'ir bo'lsa-yu, hujjatda hammasi yaxshi ko'rinsa, tizim unga yordam kerakligini bilmasligi mumkin. Men mutaxassis sifatida shuni aytaman. Pensioner uchun eng kuchli himoya bu tartibli hujjat. Rasmiy murojaat va vaziyatni aniq tushuntirishdir. Kimdir sizga kutib turing desa, kutish mumkin, lekin ariza raqami, muddat va javob bo'lishi kerak. Kimdir sizga tegmaydi desa, sababini so'rash kerak. Kimdir hujjat olib keling desa, qaysi hujjat va nima uchun kerakligini yozib olish kerak. Bugun men pensionerlar uchun davlat yordami bo'yicha eng muhim tafsilotlarni tushuntirdim. Avvalgi tartibda odam ko'proq hujjat ortidan yugurgan bo'lsa, hozir ma'lumotlar bazasi, rasmiy holat va ehtiyojni to'g'ri ko'rsatish juda katta ahamiyatga ega. Eng muhim xulosa shuki, yordamdan foydalanish uchun huquq bo'lishi, hujjat to'g'ri bo'lishi va murojaat rasmiy bo'lishi kerak. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugun uning hujjatlarini, manzilini, bank kartasini, tibbiy ma'lumotlarini va kommunal xarajatlarini tekshiring. Bu oddiy tekshiruv ba'zan oyma-oy olinadigan yordamni, kerakli imtiyozni yoki muhim tibbiy ko'makni ochib berishi mumkin. Sizning hududingizda pensionerlar qanday yordam olyapti? Siz yoki yaqinlaringiz murojaat qilganda qanday javob olishgan? Fikringizni izohlarda yozing. Bu boshqa odamlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.